Xo'p, assalomu alaykum hurmatli iTrading kanali a'zolari. Bugun sizlar bilan birinchi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, bugungi darsimiz nimadan iborat bo'ladi? Ya'ni bu keling birinchi navbatda trading sohasiga kirib kelishimiz uchun kerak bo'ladigan, ya'ni ilovani yuklashdan boshlaymiz. Ya'ni bu qanaqa ilova desanglar, ya'ni bu MetaTrader ilovasi bo'ladi. Ya'ni biz hozir men sizlarga MetaTrader platformasini, ya'ni MetaTrader 5 platformasini kompyuterga yuklash jarayonini sizga ko'rsatib beraman. Ya'ni buning uchun bizga kerak bo'ladi, birinchi navbatda Chrome'ga kirib olamiz. Hamda shu joyga MetaQuartz deb yozamiz. Mana bunday sayt deb chiqadi. MetaQuartz saytiga kirganimizda bizga sразу aytiladi MetaTrader 5, ya'ni skachat qilasizlar. MetaTrader 5 ni yuklab oling degan knopkani bosamiz. Hamda yuklash jarayoni ketyapti. Bu ilova bizga nima uchun kerak? Ya'ni biz savdo qilib borishimiz uchun mana shu ilovadan foydalanamiz. Hamda mana bunday oynada, ya'ni dalil knopkasini bosamiz. Hamda yuklash jarayoni ketyapti. Mana tayyor bo'ldi. Gatovani ustiga bosamiz. Xo'p, yangi bir saytga o'tadi. Bu saytda shunchaki chiqib ketamiz. Bu bizga hech qanday kerakli sayt emas. Platforma kirish jarayoni. Hamda mana shu programmani o'ziga, ya'ni avtomatik tarzda kirib ketiradi. Xo'p, qaranglar. Birinchi navbatda sizlarga hozir bu programmani tushuntiraman hamda demo hisobni ochishni ham o'rgatib boraman. Xo'p, mana hozirgi kunda hozir ikkita programmani kompyuterimda hosil bo'ldi, ya'ni bu MetaTrader 5 hamda MetaEditor 5 degan. Xo'p, bu MetaTrader 5 bu savdo qiladigan platformamiz. MetaEditor bunga tegishli. Endi bunga sal keyinchalik qisqacha yana bir aytib o'tamiz. Ya'ni bu robot hamda indikatorlar uchun kerak bo'ladi. Bizga hozir faqatgina MetaTrader 5 mana shu platformani ustiga 2 marta bosib kiramiz. Hamda quyidagi oyna ochiladi. Endi programmamiz mana shunday holatda bo'ladi. Biz birinchi navbatda savdo qilib borishimiz uchun, ya'ni trading sohasini, ya'ni qanday tarzda, ya'ni amalga ishda bajarib borishimiz uchun biz mana shu programmani yaxshilab o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz demo hisobdan sekin-sekin, ya'ni ozgina bo'lsa ko'nikma hosil bo'lish uchun demo hisobdan o'zimiz ishlab boramiz. Xo'p, demo hisobni ochishimiz uchun mana bunday MetaQuartz o'zidan ochib ko'rsataman hozir birinchi navbatda. Quyidagi oyna ochiladi. Mana bu joylarda masalan agarda siz realniy hisobingiz bo'ladigan bo'lsa, login hamda parolga yozgan holatda kirsangiz bo'ladi. Hozir men demo hisob ochib ko'rsataman. Ya'ni bu mana открыть demo счетов для торговли virtuальными деньгами без рисками degan joyni bosasiz hamda dalil knopkasini bosasiz. Hop, endi bu joyda, например, masalan, ism, familiya, tug'ilgan yilingiz, elektron pochtangiz, telefon raqamingiz hamda bu joyga galочка qo'yilgan holatda masalan to'ldirib ko'ramiz. Masalan, klik Jasur Bilik Marg'otov. Endi bu masalan, например, farqi yo'q. Bilan elektron pochta farqi yo'q. Misol uchun bu xohlagancha bo'ladi yoki bu o'zingiz telefon raqamingizni yozasiz hamda bu joyga galочкani qo'yib qo'yasiz. MetaQuartz demo degan joyga hamda mana bu joyda biz qaysi valyuta parasi, ya'ni qaysi valyuta juftligida savdo qilishimiz, ya'ni bizga Forex Hedged USD degan parasida turgan bo'lish kerak. Hamda bu joyda mana depozit. Xo'p, depozit bu yerda hozircha deylik mana boshlang'ich $10,000 Plecho, ya'ni kredit yelkasini kredit 1/500 qilib qo'yamiz. Hamda bu joyga подтверждение bosgan holatda dalil knopkasini bosamiz. Va mana quyidagi yangi счет ochildi. Yangi счет ochildi. Hamda gatovani bosamiz. Incoming mail. Mana
yangi shot ochildi. MetaTrader platformasini ustavka qilib demo hisobda $100,000 shot ochamiz. Istoriyada ham mana $100,000 poполнение tushib turibdi. Xo'p, endi sizlarga birinchi navbatda bu programmani yaxshilab o'rgatishga harakat qilaman. Birinchi navbatda to'g'ri sozlab olishga kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi navbatda bilan o'chirib tashlaymiz. Xo'p, ekranni o'zimizga qulay tarzda keltirib olamiz. Mana bu joylarda ko'rib turayotganingizdek, ya'ni bu valyuta juftliklari, ya'ni valyutning paralari. Masalan, bu yerda valyutning yevro dollar bor, funt dollar bor, dollar frank degan frank dollar anaqasi bor, ya'ni valyuta juftligi bor. Hamda AMD, Microsoft, Intel Corporation hamda Nvidia, ya'ni bu aksiyalar ham bor. S&P 500 indeksi. Xo'p, masalan bizga kerak bo'ladigan masalan yana boshqacha bir aksiyami yoki obligatsiyami yoki masalan valyuta juftligi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana plyus ustiga bosgan holatda qidirib topsak bo'ladi. Masalan, oltin instrumenti uchun bizga ishlashimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bu valyuta juftligida, endi bu ya'ni forex bozorda HAU USD deb qilgan holatda bo'ladi. Hozir 1 minut o'chirib turamiz. Ya'ni bu valyuta juftligi HAU USD bo'ladi. Oltin valyuta juftligi forex bozorda aynan HAU USD deb kiritilgan bo'ladi. Enter bosamiz. Mishkan o'ng tarafini bosib turgan holatda okno grafik tugmasini bosamiz. Xo'p, kattalashtirib olamiz. Xo'p, mana qarang. Bu oyna ochildi. Mana bu knopkani bosgan holatda keltirib olamiz. Endi o'zimizga qulay tarzda bo'lish uchun to'g'ri nastroyka qilib olamiz. Birinchi navbatda men o'zimga masalan chiroyli ko'rinish uchun hamda yaqqol ko'rinish uchun, grafiklar yaqqol ko'rinish uchun mana shu holatda ko'rsataman. Xo'p, setkani qora rangda, показывать knopkasiga o'tilgan holatda ask tugmasini ham yoqib qo'yaman. Setkani o'chirib qo'yaman. Kerak emas menga. Bo'ldi. Mana. Xo'p. Hammasi tayyor. Biz endi masalan mana bu valyutning juftliklari, mana bu bizani shotimiz. Ya'ni misol uchun qanaqa shot ochilgan, demo shot, ya'ni shot o'ziga hisob bo'yicha ma'lumotlar. Mana bu joyda ya'ni plyus qancha pul borligi. Masalan, zilka ochamiz desak, mana bu knopkani bosilgan holatda buy yoki sell, ya'ni buy sotib olish, narx tepaga uchib ketishi, ya'ni misol uchun narx tepaga ketgan sari siz foydada bo'lasiz agar buy knopkani bosgan bo'lsangiz. Agarda siz sell knopkani bosgan bo'lsangiz, narx tushsa, siz foydada bo'lasiz. Mana hozir ko'rib turibsiz, tirlan narxi ya'ni narx tushib bormoqda hozirgi 1 soatlik bo'yicha. Masalan, bu time frame'lar, ya'ni vaqtlar. Mana bu 1 soatda turibdi, ya'ni bu har bitta mana bu yashil, qizil svechalar, ya'ni bu shamchalar bu 1 soatdan o'tadi. Agar men buni 5 daqiqaligiga o'tkazsam, bu mana bu holatda kuzatiladi. Ya'ni bu har bitta yapon shamchalari bu 5 daqiqalik o'tadi. Ya'ni 1 soatning ichida mana shu hammasi maydalashtirilgan holatda ichiga kirib boradi. Bu bizga ichki strukturalarni, ya'ni aynan misol uchun ichidan kirib o'rganishimizga juda ham katta yordam beradi. Endi masalan biz masalan deylik buy knopkasini bosamiz. Mana 001 ob'yom bilan, eng mikro lot ob'yom bilan. Ya'ni bu yerda galchka qo'yib bosib qo'yamiz. Qaytadan bosamiz. Bo'ldi. Mana shu joyda mana qo'yildi. Stop loss, take profit degan narsalar ham bor. Ya'ni bu stop loss masalan bu sizni zarardan saqlash chegarasi. Masalan, ma'lum bir zarargacha depozitingiz masalan ochilgan bitimingizni ushlab turadi. Take profit foydani chegaralash. Misol uchun deylik siz hozir mana masalan hozir 21:53 da, ya'ni kechasi biz hozir bitim ochdim. Deylik narx foydaga o'tganda, deylik masalan ma'lum bir foydaga o'tgandan keyin masalan foydaga o'tdi, lekin men ertalab turib uyg'onsam ikkinchisi zararga bo'lib qolgan bo'ladi.
Что men foydani yechib olishim uchun, ya'ni foydani vaqtida chiqib ketishim uchun take profitdan foydalanaman. Stop loss bo'lsa, juda ham katta zararga kirib ketmasligim uchun, ya'ni bu cheklab qo'yadi. Ya'ni o'zimiz bitimimizni hisoblagan holatda cheklab qo'yamiz. Masalan, stop lossni surishimiz uchun bitim ustiga bosgan holatda pastga suramiz. Agarda buy knopkani bosgan bo'lsangiz, agarda sell knopkani bosilgan bo'lsa, tepaga suriladi stop loss. Deylik, mana shu joyga qo'yamiz, $7.55 zarari bo'lar ekan. Bu joydan agar bitim ustiga bosilgan holatda tepaga sursak, ya'ni take profit bo'ladi mana. Bu take profit, bu stop loss. Agar take profit oladigan bo'lsa, $13.99 foyda bilan yopiladi. Agar stop loss oladigan bo'lsa, $7.55 bo'ladi. Ya'ni bu trading sohasida biz mana shu platforma orqali ishlab boramiz. Mana hozirda $1.77, 75, 76 shu, ya'ni mana shu $1 atrofida foyda bo'lib turibdi. Mana shu holatda ishlab boramiz. Quyidagi instrumentlar paneli, bu yerdan narxni aniq qaysi narxda qaytganini yoki qaysi narxga chiqqanini hammasini ko'rib borsak bo'ladi. Hamda necha punkt harakatlanyapti. Masalan, mana hozir o'zida 126 pips, ya'ni harakat qildi. Ya'ni narx bizning tomonga qarab ketdi. Xo'p, mana shu holatda bo'ladi. Bu joyda masalan yaqinlashtirishingiz mumkin, uzoqlashtirish ham mumkin. Xo'p, hozirgi video darsimiz mana shulardan iborat edi. Ya'ni MetaTrader platformasini kompyuterimizga uстановка qilgan holatda, ya'ni shot ochish edi. Sizlar bilan rahmat. AI Trading kanaliga uzoqlashmanglar.